Hakim Yakov Hol sabunachilar biz mijozlarimiz Sputnik'tamiz. Bu tarafimiz Hakim ko'cha bo'ladi. Shu yerda 400 metr kvadrat desammi ya 450 metr kvadrat desammi ekan. Baribir ishonasizlar-ku. Yo'q, 250 metr kvadrat, lekin ko'rinishi 400-450 metr kvadrat hovli joylarni nasl martubdinishi ko'rib turibsizlar. 2 qavat. Eldinishiki katta bog'i bor, yo'l olsa bo'lgan haddan uzunniki. Shu mashina turgan yer ham bemalol 2 mashina sig'adi. Bu tarafdan yol tarafdan düzüp hem koysanızda bular düzleyecek gerek olsa. Gördüğünde fasatlar işlengen Primoy Ege'den hazır roza aksiyası oturttu. Yakınlayadlarınızda olsa bu zane çıkarganman 75.000 dolara. Hazır Ege'si sroşni pul gerekleri. Hazır bazarını vaziyetini düşüntürgen halda sroşni narx başkaça bolsun düşüntürgen halda çırrarlı bir narx koyup veremezlere. Ahırdan çekeceğin ahırdan narxını aytaman. Bunun enine ketgan hovli joylarni topish qiyin, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Bu yerimiz shunga katta bir dalan. Prixожий zona tushgan bu yerdan. Birinchi xonamiz yaqinda zal. Katta zal отопительный sistemalar. Xullas, hovli joy tayyor. To'g'ri kelib yashab ketaveradi. Eshiklarni ham ko'rib tursanglar. Ikkinchi xonamizda bu yerda banisi bor. Водонагревательler koyulunda. Bu tarafımız kuxnya. Ayarlar zonası. Mesela şöyle kuxunni garnitur bemalol joylashadigan bo'lsa, bu yerga bir uголокni qo'yib berib, o'tirib shu yerda ovqatlansanizlar ham bo'ladi. Yaqinlar qaranglar, darajaga ketamiz. Bog'ni ko'rsatib beraman endi. Bog'ning kattaligini qaranglar. Bunda letniy tualet. Buna doполнительный yana bir etajdan shunning qurib bersangiz ham bo'ladi. Yana 5-6 xona tashab, chunki eninadim enli hovli joy. Shuning uchun uning imkoniyatlar bor. Lesinsan tenda kachol. Lesinsamiz esa taxtadan. Ko'rdingizlar. Xamir aboy. Endi ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, ikkinchi etajga chiqqanimizdan bizlarni shuningdek bir dalon kutib oladi. Bu yerda bir spalni. Bu yerda endi zalning usti zal desak ham bo'ladi, lekin ikkinchi etajda hammasini spalniyatga qo'ysangiz ham bo'ladi. Chunki pastda bir zal bilan bir dalon bor. Mehmonlar uchun ikkalasi yo'l tarafiga qaranglar. Bu yerni lekin boshdan ko'rsatib bering. İbiden beklet turib mesela imbeden bekletme, bir eshik qo'yib, keyin imbeden beklep, bana bir eshik qo'yib, 2 xona aytib bersam bo'ladi ekan bu yerni. Endi katta oila bo'lsa, bemalol aytsa bo'ladi uni. Bolalari ko'p bir katta oila bo'lsa. Chunki joy enini. Ikkinchi xonamiz edi. Qaranglar, bu yerda shunday bir hudud qolgan. Pasi banyada bilsangiz, endi suv turbosam ketib turibdi, shu yerga bir kanalizatsiya turba qo'yib bersangiz, bu yerni beklab, dushovoy qo'yib bersa bo'ladi bu yerga ikkinchi etajga. Şimdi hemen roliklerden açıp ama 2 qavatlı joyi ikinci etajda baribir dushovoy kerak bo'ladi. Yaqinlar narxini qaranglar, narxini hozir Roza Ramazon aksiyasi bo'lib turibdi. Bilasizlar, Primoy Ege'dan chiqarib turibmiz. Ege'dan chiqarganimizdan keyin hujjatlarni tekshirgan holda xarid qilishingizni so'rab qolaman. Narxi 65.000 dollar ko'rinadi. Pastda degan nomeri bemalol murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. Chunki kattaligi voqea ajoyibina. Qaranglar, ko'chani yana bir ko'rsatib bering. Shuncha bog'i bor.